aqlli qurilmalar. Ha, smart qurilmalar shunchalik hayotimizga kirishib ketganki, ular Короче, bu video Arduino haqida. Hozir men robototexnikaning hayotimizga qanchalik foydali bo'lishi mumkinligi yoki o'rganishga osonligi haqida gapirib berishim kerak edi. Lekin buni sizlar juda ham yaxshi bilasizlar. Bu videoda robototexnika va Arduino olamiga kirish qilamiz va ikkita sodda qurilma yasaymiz. Birinchisi LED dastur Arduino yoki umumiy sxemalarni qanday ishlashi haqida shu yerda tushuntirib beraman. Ikkinchisi esa prank qilish uchun sharlarni portlatuvchi moslamachi. Bu loyihani qanday yig'ganimiz yoki kodlaganimiz hammasi shu video ichida bo'ladi. Ha, bular mukammal yoki jimjimador loyihalar emas. Lekin ishoning, bu videodan juda ham ko'plab foydali ma'lumotlar olishingiz mumkin. Bu video HBaza elektronika do'konisiz mavjud bo'lmasadi. Shuning uchun ham ularga katta rahmat aytamiz. Va hozir bizga kelgan starter kitni unpacking qilamiz. Avvalo, ushbu to'plamda nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Qurilmalarni oson yig'ishimiz va sinashimiz uchun breadboard, ya'ni qurilmalarni shuni ustiga ulab, tekshirib, osongina ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari 1 va 4 raqamli displey va 8x8 matritsali displey. Bularni boshqarish uchun modul va 4 ta ключатор, ya'ni tugmacha. Hop, bizda yana 4x4 klaviatura va servo motor ham mavjud. Har xil turdagi LED lampalar, pultni boshqarish uchun sensor va har xil turdagi tranzistorlar, kompyuterga mikrokontrolni ulash uchun kabel va tokka ulash uchun 9 voltli akkumulyator adapteri, 16 ga displey va kuchli motor va har bir to'plamning yuragi mikrokontroller. Arduino Uno R3 boshlang'ichlar uchun juda ham zo'r tanlov. Va ovoz sensor modeli. Bundan tashqari qurilmalarni boshqarish uchun joystick, suv sathini o'lchovchi sensor, yuqoridagi motorni boshqarish uchun modul. Bizda RFID, ya'ni NFC ga o'xshash kartalarni masofadan tasdiqlash uchun modul. Bundan tashqari RTC moduli, har xil turdagi kabellar, RGB lampa va potentsiometr ham mavjud. Ko'rib turganingizdek, ushbu to'plamda juda ham ko'plab narsalar mavjud. Bu to'plam orqali ko'p narsalarni o'rganishimiz va yasashimiz mumkin. Agar sizga ushbu to'plam qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi havola orqali bemalol sotib olishingiz mumkin va ushbu to'plamni bizga jo'natganlari uchun HBaza do'koniga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yerda nimalar borligini ko'rdik. Tushunishga oson bo'lish uchun bularni 4 guruhga bo'lib olamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringdek, men qurilmalarni 1, 2, 3 va 4 turga bo'lib oldim. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin, birinchi turdagi qurilmalarimiz bular input devicelar hisoblanadi, ya'ni tashqi olamdan ma'lumot olish uchun. Bizni odam tana a'zosiga qiyoslaydigan bo'lsak, bular bizni sezgi organlarimiz hisoblanadi. Insonda 6 ta sezgi bo'lsa, masalan, ko'rish, tan bilish va his qilish, shunga o'xshaganlar bo'lsa, endi qurilmalardan ham xuddi shunaqa tashqi olamdan ma'lumotlar olish uchun qurilmalardan foydalanamiz. Ularga misol qilib mana bu qurilmani keltirishimiz mumkin. Bu nima uchun deydigan bo'lsak, sezgini bilish uchun, ya'ni shunga o'xshagan narsalarni qarsak chalganimizda chiroqni yonib o'chirishi, RFID teglar, masofadan teglarni boshqarish uchun buning kartasi ham bor edi. Bundan tashqari joystick, pultlar ham shu tashqi olamdan ma'lumotni olish uchun ishlatiladigan qurilmalarga kiradi. Umid qilamanki tushunarli bo'ldi. Yana bir turdagi qurilmalarga bular mikrokontrollerlar hisoblanadi. Meni qo'limda bu Arduino Uno R3. Xo'p, bu nima qiladi? Mana bu yerdagi kelgan ma'lumotlarni qabul qilib, ularni qayta ishlaydi. Ya'ni bizning miyamizga o'xshaydi. Bu asosiy miya shu bo'ladi. Bundan ovoz kelsa, mana bu datchikdan ovoz kelsa yoki mana bu yerdan qanaqadir NFC tag o'qilsa, mana shu yerga keladi va mana bu asosiy prosessorda shu ma'lumotlar qayta ishlanadi va biz bu qayta ishlangan ma'lumot orqali nima qilamiz? Masalan, tasavvur qiling, biz ko'zimiz bilan bitta narsani ko'rdik va ushlab ko'rishimiz kerak. Ushlab ko'rishimiz uchun miyamiz qo'limizga buyruq beradi. Va bu qo'limiz mana bu 3-turdagi qurilmalarga misol bo'ladi. Ya'ni bularda output devicelar deb ataymiz, ya'ni qanaqadir amalda amalga oshirish uchun ishlatiladigan qurilmalar hisoblanadi. Masalan, bularga misol qilib kitda keltirilgan RGB modul, ya'ni RGB chiroq, har xil turda yonadigan, Matrix Tube, bu ham LED chiroq. Bundan tashqari bizda endi simlar bor. Bular shu uchala qurilmalarni bir-biriga bog'lab beruvchi vositalar deb atasak bo'ladi. Bunday ko'rinishda biz bularni bog'lashimiz mumkin va bular bizni odam tana a'zosidagi nerv to'qimalariga misol bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha buyruqni ko'zimizdan miyamizgacha, miyamizdan shu qo'limizgacha bo'lgan masofada shu nervlar ma'lumotlar bir-biriga ulashib turadi. Shuning uchun
nerv to'qimalariga shu simlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Va albatta, xuddi shu holatda yana ba'zi qurilmalar ham bor. Resistor yoki shunga o'xshagan qurilmalar. Endi bular yetaveradi. Eng sodda ko'rinishda shularni biz misol qilib keltirishimiz mumkin. Umid qilamanki, qurilmalarimiz endi bizga yana ham tushunarliroq bo'ldi. Va hamma qurilmalar xuddi shu logika bo'yicha ishlaydi, ma'lumotni oladi, qayta ishlaydi va uni ifodalab chiqarib beradi. Biz holatimizga kelib chiqib, o'zimizni tasavvurimizdan kelib chiqib, xuddi shunaqa holatda ishlayveradi. Xo'p, birinchi loyihamizni tuzishdan oldin mikrokontrollerlar yoki mana shu qo'limdagi Arduino R3 mikrokontroller haqida bir to'xtamga kelsak. Xo'p, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin asosiy portlari, mana bu yerda qurilmani quvvatlashimiz yoki dasturga yuklash uchun kompyuterga ulashimiz mumkin bo'ladi. Shu orqali biz mikrokontrollerga buyruqlarni beramiz. Keyin mikrokontrollerimiz kompyuterdan uzoq bo'lganida mana shu port orqali 9 voltli batareyka yordamida quvvatlanadi. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan yana bir jihatlardan biri mana bu yerda endi pinlar bor. Bu yerga endi simlarni ulab chiqamiz va simlar orqali har xil sensorlar yoki input qurilmalariga ulashimiz mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin mana bu yerda pinlarda 1 dan 13 gacha raqamlari bor va mana bu tomonda bo'lsa har xil pinlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, minus yoki 5 voltli, 3,5, 3 voltli shu kabi portlarni ko'rishimiz mumkin. Video davomida bularda nimani anglashini bir ko'rib chiqamiz va undan tashqari dasturni qaytadan boshlash uchun bizda restart tugmasi bor ekan. Bu umumiy Arduinoda eng sodda tarifi deb atasak bo'ladi. Men qilamanki, tushunarli bo'ldi. Va keyin ko'radigan narsamiz bizda breadboard hisoblanadi. Xo'p, bu breadboard qurilmalarni prototipini test qilib ko'rish uchun yoki oson yig'ish uchun ishlatiladi. Eng qisqa ma'nosini aytadigan bo'lsak, simlarda, qurilmalarda bir-biriga ulash uchun ishlatiladi. Bu asosiy nuqtalar. Hozir qanaqa qilib ishlatishini ko'rsatib beraman. Lekin mana shu nuqtalar qaysi nuqtalarga simlanganda bir-biriga ulaberish uchun ishlatiladi. Masalan, mana bu minus simlarimiz gorizontaliga mana shu yarimgacha ulangan bo'ladi bir-biriga. Ya'ni mana bu yerdagi nuqta bilan mana bu yerdagi nuqta bir-biriga doim ulangan turadi. Katta nuqtachalarimiz bo'lsa vertikaliga ulangan bo'ladi. Ya'ni mana bu A, B, C, D, E nuqtalari bir-biriga ulanganini ko'rishimiz mumkin. Mana bunda mana bu 5 tasi bir-biriga ulangan, mana bu yerda mana bu 5 tasi bir-biriga ulangan hisoblanadi. Hozir buni qanaqa qilib ishlashini sizlarga ko'rsatib beraman. Xo'p, avvalo buni qo'ydim. Xo'p, LEDni ko'rishimiz mumkin bizda. Xo'p, LED chiroqlarda plus va minus bo'ladi. O'zlaring bilganlaringdek, odatda mana shu uzun tomoni plus bo'ladi. Xo'p, shuni hisobini qilib bu plus ekan, bunisi minus tomon ekan. Shuni ulayotganda hisobini qilib olishimiz kerak bo'lar edi. Breadboardni olamiz. Buni to'g'ridan-to'g'ri mana bunga ulasak ham bo'ladi, lekin breadboardda ishlatish ancha qulay bo'lgani uchun uni quyidagicha qilaman. Xo'p, mana bu plus tomonini mana bu yerga ulab qo'yamiz. Minus tomonini bo'lsa, mana bu minusga ulab qo'yamiz. Endi ko'rganlaringdek, mana bu plus nuqtaga sim ulashim uchun mana shu pastdagi 4 nuqtaga sim ulasam, menga bemalol yetadi. Shu bir-biri bilan kontakt bor. Va mana bu minus nuqtaga yetib borish uchun bo'lsa, mana shu qatordagi mana shu yergacha bo'lgan qatorda simlarni ulasam bo'ladi. Muhtemelen tushunarli bo'ldi. Endi buni asosiy sxemani yaratib ko'rsatib beraman. Xo'p, men ikkita sim oldim. Ikkita sim olganimdan so'ng mana bu breadboardda mana bu minus tomoni bor. Xohlagan joyimga, mana shu qatordagi xohlagan joyimga ulasam bo'ladi. Buni masalan mana bu yaqinroq joyga ulab qo'ysak bo'ladi. Odatda bu lekin majburiy emas. Minus toklar uchun to'qroq qora yoki ko'k ranglar ishlatiladi. Mana shuni keyin o'zim tushunishim uchun ko'k rangdan foydalanaman. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsalaringlar, ko'k ketyapti. Chiqamiz va kontakt bor. Agar bu simni mana bu yergacha ulaganimda ham kontakt bo'lar edi. Xo'p, videoga yaxshiroq chiqishi uchun mana bu yerga ulaymiz va buni mana bu borddagi ground bor. Mana yanada minus ground. Mana bu yerda ham ikkita ground bo'ladi. Ko'rgan bo'lsalar, shuni bittasiga ulab qo'ysak bo'ladi. Endi LEDimiz yonishi uchun minusga aytganimdek yonidagi mana bu 5 taga ulab qo'ysam bo'ladi. Xohlaganimga 4 ta ekan, mana shunga xohlaganimga ulab qo'ysam bo'ladi. Kontakt bor. Mana bunga bas, mana bunga bas. Mana shu kontakt borga o'sha qatordagi kontakt boriga ulab qo'yishim kerak bo'ladi. Xo'p, buni hozir men buni Arduinoda tokka yoki narsaga ulab, mana bu 3 voltga ulasam yonar edi. Birdaniga yonishi kerak, chunki mana bu yerda 3 voltli tok keladi va LEDimizni yoqish kerak. Lekin biz LEDimizni boshqarish uchun tokni berib turishimiz kerak. Shuning uchun men buni boshqara olishimiz uchun mana bu yerdagi 1 dan 13 gacha bo'lgan raqamlarni biriga qo'yaman va biz buni kompyuter dasturda yonib o'chishini ta'minlab berishimiz kerak. Shuning uchun men aytaylik 11 ga qo'yaman. O'shanda yonib o'chishini ta'minlab bera olar edim. Lekin bu yerda kichkinagina muammoimiz bor. Qanaqa deydigan bo'lsak, mana bu LED odatda ozgina zaifroq.
Xo'p, tok o'ynab tursa, bu yonib o'chib ledga shikast yetishi mumkin, ya'ni kuyib qolishi mumkin. Shu holatlarda oldini olish uchun bizda tranzistorlar bor. Tranzistorlarimiz bo'lsa, mana bu yerdagi tranzistorlarimiz toklarni bir maromga keltirib beradi va buni har xil holatlari bor. Ranglariga qarab ajratamiz. Bularning farqi ko'p tokni ushlab qolishi yoki o'tkazib olishida hisoblanadi. Masalan, men tranzistorni olaman. Holatda endi mana bu LED plus tomonini to'g'ridan-to'g'ri emas, mana shu tranzistor orqali ulaymiz. Buning uchun buni olib turaman va mana bu bor narsaga mana xuddi o'sha qatoriga bir tomonini tranzistorimizni, ikkinchi qatoriga bo'lsa mana buni ikkinchisini quyidagicha qilib ulab qo'yamiz. Endi plusni topinglar chiqib qayda olaman? Plus LEDni endi mana shu ikkinchi tomonda turgan qatorda xohlagan burchagidan olishim mumkin bo'lar ekan. Ko'rganlaringda endi mana shu plus kelayotgan tok mana bu tranzistor orqali LED ga boradi va qisqa tutashuvlarni va LEDda kuyib olishini oldini oladi. Mana buni bo'lsa 11 eng sodda sxemamiz tayyor. Endi buni biz kompyuterga ulab ishlatib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun bizga bitta dastur kerak bo'ladi. Arduino IDE degan. O'sha Arduinoda dasturlarni yozish uchun qo'llanma dastur. Endi buni kompyuterda o'rnatib ochib olishni ko'rib chiqamiz. Kompyuterimizda Arduino IDE degan dasturni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bu yerga o'tib, mana shu linkka kiramiz. Hop, albatta bu link video pastda bo'ladi. Shuning uchun shu yerdan yuklab olsalaringiz ham bo'ladi. Endi bu yerdan biz o'zimizni operatsion tizimimizni tanlashimiz kerak. Mana bu yerda Windows. Hop, mana bu yerda sizdan download qilishingiz mumkin deb so'raydi yoki mana bu yerdan just download tugmasini bosamiz va just download degan tugmasini bosamiz. Va ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda bizda yuklamalar ochilish boshladi. Mana bu yerda ko'rganimizdek dasturimiz yuklanib bo'lgandan so'ng bu yerga bir marta bosamiz va run qilish tugmasini bosamiz. Hop, I agree. Next. Install. Hop, ko'rganimizdek bizda o'rnatib bo'lindi. Endi finish tugmasini bosib Arduino'ni ishga tushirib olishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek bizda xuddi shunaqa oyna ochilishi kerak. Dasturni yozib kirib olganimizdan so'ng bizda xuddi shunaqa oyna ochiladi va bu ikkita bizda tayyor funksiya borligini ko'rsatadi. Bu yerda funksiyalarni yozish unchalik qiyin emas, shunchaki tushunib olsak bo'ldi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin bizda ikkita funksiya bor, setup va loop. Hop, setup funksiyasi dasturni birinchi yoqqanimizda shu boshlanishda ishga tushadigan funksiya va bu yerda bizga kerakli bo'lgan yoki bizni bortimizda bor bo'lgan datchik, LED, input, output device'larni shu yerda e'lon qilib olishimiz kerak va boshqa asosiy sozlamalarni shu yerda sozlab olamiz. Undan keyin bizda loop funksiyasi bor. Bu dasturni ishlash jarayonida aylanib turadi va har doim mana shu haqiqiy dasturda logikasi mana shu funksiyani ichida bo'lar ekan. Hop, biz holatimizda qanday bo'ladi? Mana bu yerda pin mol deb yozaman. Shu pinni qaysi o'sha LEDimiz qaysi pindaligini topib olishimiz kerak, aytib qo'yishimiz kerak, aniqrog'i pin mol. Endi mana shu yerga qaysi pindaligini yozishimiz kerak. Bizning holatimizda 11 edi. Ulangan qurilma yoki device qanaqaligini biz aytib qo'yishimiz kerak, ya'ni inputmi, outputmi? Input deganda ma'lumot qabul qiladigan, oldinroq gaplashganimizdek, output deganda ma'lumotni jo'natadigan. Bizning holatimizda output. Endi mana bu loop ichida biz shu funksiya aylanib turaveradi. Shu loop ichida asosiy logikani yozamiz. Bizning holatimizda nima deydigan bo'lsak, yonib o'chish kerak har xil holatda. Yonib o'chish uchun men birinchi yozaman digital write va shu yerga 11-chi digital write bo'ladi. 11-chi pindagi qurilmaga biz tok berishimiz kerak. Tok berish uchun high deb yozamiz. High deb beramiz. O'shanda lampochkamiz yonadi. Endi uni ma'lum bir vaqt o'tishi kerak va undan keyin o'chirishimiz kerak. Ma'lum bir vaqt o'tish uchun delay degan funksiyani ishlatamiz. Mana bu yerga masalan 1 sekund deb yozib qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda nuqta virgul bo'ladi. Shunisiga e'tibor berishimiz kerak. Endi uni o'chirishimiz kerak. O'chirish uchun digital write deb yozamiz va 11-port va endi bu safar high emas, low deb yozamiz. Bu shu tokni olib qo'yadi 11-pindan, 11-portdan. Va undan keyin yana qancha vaqt o'tsa, masalan 1 sekund o'tgandan keyin yana xuddi shu funksiya aylanib yuraveradi. Dasturda eng sodda ko'rinishda yozib oldik. Endi buni qanaqa qilib ishga tushiramiz degan savol. Xuddi shu kabelni olib, buni mana shu yerga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ulaganimizdan so'ng kompyuterga buni ulaymiz. Ko'rishimiz mumkin, kompyuterga ulanganidan so'ng biz kompyuterimiz buni o'qishi kerak. Kodlarni shu Arduinoga ulab jo'natishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz Arduinoda turini shu Arduino IDE ga kiritib qo'yishimiz kerak. Biz holatimizda mana bu joyga bosamiz va biz mana bu yerda select other board and port bor.
bosib turib mana bu yerga biz o'sha bortimizni nomini yozamiz. Bizning holatimizda Uno, Arduino Uno turibdi, shuni bosamiz. Ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda bizda portlar chiqadi. Xuddi shu portni bosib qo'yishimiz kerak va undan keyin OK tugmasini bosamiz. Agar sizda shu yerda mabodo portlar chiqmasa, odatda kabeldan bo'ladi. Kabeldan bo'lmasa, shu Arduino Rosen driver bo'ladi. Pastda link bor. O'sha driverda o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Undan tekshirish tugmasini bosamiz. Kodimiz compile bo'ladi. Yuklash tugmasini bosamiz. Va ko'rishimiz mumkin. Agar xatoli bo'lsa shu yerda ko'rinadi. Xatoli bo'lmasa, muammosi yo'q, shu yerda chiqishi kerak bo'ladi. Va mana ko'rishimiz mumkin, bizda LED lampamiz yonib o'chishni boshladi. Dasturimiz to'g'ri ishlashni boshladi. Lekin kichkina muammo bor. Bizning holatimizdagi tranzistor ozgina kattaroq ekan. Biz kutganimizdan. Shuning uchun ham ko'p tok tushab qolgani uchun mana bu LED lampa yorqin yonmayapti. Agar buni mana shu qizilni to'g'ridan to'g'ri tegizib ko'radigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, LED lampa ancha yorqin yonayotganini ko'rsak bo'ladi. Lekin bu ozgina xavfli, shuning uchun tranzistorni ozgina kamroq tok ushlab qolgan holatiga o'tkazib ko'raman. Bundan tashqari hozir qilgan ishimni odatda takrorlab unaqa qilmanglar. Dasturda tokdan uzgan holda bu ishni amalga oshirish kerak, chunki agar sizlar bilmasdan hisob qilmagan narsa bo'lsa, bortga qisqa tutashuv bo'lib, shikast yetib qolishi mumkin. Buni endi alishtirib ko'ramiz. A few moments later. Mana ko'rishimiz mumkin, bizning LED lampamiz ancha yorqin yonib o'chishni boshladi va tabriklayman sizlarni, birinchi dasturimizni yozib bo'ldik. Oh, let's go, that's class! Endi buni xohlaganimcha o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, mana bu vaqtlaridan boshlaydigan bo'lsak. Tezroq o'chib yonishini xohlasak, 100 ga o'zgartiramiz. Jo'nash tugmasini bosaman. Ko'rishimiz mumkin, LED lampamiz ancha yorqin yonib o'chishni boshladi. Xo'p, undan tashqari faqatgina bitta emas, bir nechta LEDlarda ham birdaniga yoqib o'chirishimiz mumkin. Masalan, men qizil. Xo'p, dasturda ozgina o'chirib turaman, tokdan sug'urib tursak bo'ladi. Va endi sxemamizga ozgina o'zgartirish kiritamiz. Buning uchun mana bu qizilni olib turaman. Mana bu ko'kni ham olib turaman. Va mana shu qizil LED lampani o'zimiz bilganimizdek to'g'rilashga harakat qilamiz. Buning uchun buni mana shu yerga qo'yaman, quyidagicha qilamiz. Endi shu holatda agar e'tibor bergan bo'lsalaring, bizning holatimizda minuslari bu tomonga o'tdi va plyuslar alohida turibdi. Birdaniga yoqib o'chiradigan qilsak ham bo'ladi, lekin biz alohida port orqali alohida ikkalasini individual tarzda boshqarishda afzal, chiroyliroq ko'rsatib beraman. Mana bu tranzistorni boshqachasiga quyidagicha ko'rinishda ulayman. Va endi biz mana bu plyusni mana bu Y turgan joydan olishimiz mumkin. Mana bu plyus qismi bu tomondan o'tib keladi. Va bu tranzistorni ham mana bu qismga ulab qo'yishimiz mumkin. Ozgina xuniyroq, lekin to'g'ri ulandi. Buni endi bortga ulab chiqishimiz kerak. Har doimgidek minus tomon mana bu tomonga xohlagan joyimizgacha ulasak bo'ladi. Tomonni. Endi mana bu bortlardan bo'lsa, boshqa chiroyliroq qismlardan foydalanishimiz kerak. Bizga qisqarog'i ham yetadi. Buning uchun menda yashil va kulrang qismlar bor. Mana bu yashil LEDimiz uchun yashildan foydalansak bo'laveradi. Ulaymiz va buni har doimgidek 11-portga ulab. Xo'p, buni bo'lsa mana bu tomondan tranzistorimizni ikkinchi uchi LEDga ulangan emas, ikkinchi uchiga ulab qo'yishimiz mumkin. Masalan, aytaylik 10 ni farqi yo'q, qaysini ulashimiz, 10 ga ulab qo'ysak bo'ladi. Va kichkina sxemamiz ham tayyor. Ko'rinishdan chiroyli ko'rinmasligi mumkin, lekin mana bu board va Arduino'da mana shunisi test qilish uchun ancha qulay hisoblanadi, qo'lda ulab chiqqandan ko'ra va debug qilishga ham, ya'ni xatolarni orasida ko'rishga ham ancha qulay bo'ladi. Shuning uchun ham shundan foydalanishimiz ozgina qulayroq. Avval aytgandek, pastdagi link orqali shu starter kit sotib olishlaring mumkin. Xo'p, endi buni dasturini yozishimiz kerak. Hozir kompyuterga sirazi ulasak, bizda yonib o'chuvchi yashil hali ham dasturda yonib turibdi. Ko'rgan bo'lsalar, endi buni biz yangilashimiz kerak, chunki bizda yangi LED ham bor. Buning uchun kompyuterga o'tib, LEDimizni yana o'sha setup funksiyasida yozib olishimiz kerak. Bizning holatimizda endi bu 10-pinda 10 deb yozamizda, output deb yozamiz. Bu ham o'sha sirasiga kiradi, output qurilmalari sirasiga kiradi. Endi biz xohlaganimizcha animatsiya qilishimiz mumkin. Masalan, aytaylik bittasi yonib, bittasi o'chsin. Mana shu holatda qilsak bo'ladi. Buning uchun ko'rishimiz mumkin. Kodimiz compile bo'ldi, hammasi tekshirildi. Endi upload qilib bosishimiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsalaring, va bizning dasturimiz to'g'ri ishlatganini ko'rsak bo'ladi. Yana tranzistor kattasidan qo'yib qo'yibmiz. Shuning uchun unchalik yorqin charaqlagani yo'q. LEDimiz yonib o'chayotgan paytda endi bizda quyidagicha tugma bor. Endi shu tugmani qanaqa qilib ishlatishni ko'rsatib o'tsam. Bu tugmamiz bor. Buni endi
mana bu led o'rtasiga o'rnatishimiz kerak. Bu switch nima qiladi? Aslida mana shu turgan ikkita simni bir-biriga ulab beradi. Mana shu bilan mana shu simni bir-biriga kontakt qilib beradi. Mana bosganimizda ikkala sim bir-biriga ulanadi va shu holatda biz mana bu ledlarni yoqib o'chirishimiz mumkin. Buni ulash uchun quyidagicha holatda mana shuna turgan holatda o'rtaga shu ikkita qatorni o'rtasiga qo'yishimiz kerak. Shunda to'g'ri o'rnatilgan bo'ladi. Nice. O'rnatildi. Bo'ldi. Endi bularni simlarini ulashsak bo'ladi. Endi mana shu sim orqali to'g'ridan-to'g'ri mana bu turgan bir uchini, mana bu yerdagi 5 voltli pinga ulashimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsalar, mana bu yerda 5 voltli pin bor. 5V deb yozib qo'ygan. Uni bu tomonga ulashimiz kerak. Bundan keyin bizda qora sim orqali buni mana bu tomonni groundga, ya'ni minusga ulashimiz kerak. Bu mana bu yerda turibdi. Lekin biz avvalroq mana bu yerdagi grounddan asosiy uzun minusga ulab olganimiz uchun buni mana bu yerdan ulab qo'ysak bo'ladi, osonroq. Ya'ni borddan to'g'ridan-to'g'ri olib kelgandan ko'ra mana bu yerdan aslida ikkalasi bir xil narsa, mana bu yerga ulab qo'ysak ham bo'ladi. Endi mana bu tomondan olib, tugma bosildimi, bizda tok bormi, yo'qmi, bosilgan, bosilmaganini bilish uchun mana bu yerdan tok olib, qaysidir pinga ulab qo'yishimiz kerak. Shunda biz bilamiz, tekshira olamiz, tugmamiz bosilganmi yoki yo'qmi. Buning uchun o'rta uzunroq sim olib, mana bu tomondan ulangan qarashimiz kerak. Ulanganmi yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak. Bu tomonda mana to'g'ri simi bor liniya bilan bir xil bo'lishi kerak. Unda qaysidir pinga yozib qo'yamiz. Input bo'lgani uchun direkt 2 ga qo'yaylik. 2 ga qo'ydik va umid qilamanki bizdagi to'g'ri bo'ldi. Lekin agar e'tibor bergan bo'lsalaring, hozirgi holatda tugma bosilmagan holatda ham ozroq tok o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun mana shu sxemamizda ozroq tok o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun minusga to'g'ridan-to'g'ri ulamasdan uni shu tranzistor orqali ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tranzistor bo'lsa, uni olaman-da mana bu minusga to'g'ridan-to'g'ri emas, xuddi shu tranzistor orqali ulab qo'yamiz. Minusga quyidagicha ulaymiz. Qo'shishimiz mumkin. Bizda tugmamiz, umid qilamanki, hammasi to'g'ri joyda bo'ldi va yana umid qilamanki, bu sxema sizlarga tushunarli bo'ldi. What? Va bu sxemani hozir bitta ishlatib ko'ramiz. Ikkita led bo'lgani uchun ozgina chalkash bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin bitta tushunmasak qancha bo'lishimiz mumkin. Dasturimiz hali ham ishlayapti, lekin uni mana bu led orqali ishlashni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Tugmaning yozishdan oldin bitta narsani ko'rsatib o'tib ketishim kerak. Masalan, men mabodo qaysidir ledni pinini o'zgartiradigan bo'lsam, masalan 11 da uchta joyda o'zgartirishim kerak. Oldin olish uchun bizda o'zgaruvchilar degan narsa bor. Ya'ni biz 11 unga ism beramiz va u o'sha 11 ni o'sha ism orqali chaqirishni o'rganib chiqamiz. Buning uchun mana bu tepaga, hamma funksiyalardan ham tepada int, ya'ni integer sifatida bitta funksiya beraman. Masalan, yashil deylik. Yashil qilib bunga yashilni bizda 11-portda bo'lgani uchun 11 da beraman. Va yana bizda tugma bor. Int tugma deb yozaman-da. Endi bunga biz holatimizda bu 2 da bo'lgani uchun endi xuddi shu 10 deb chaqirishdan ko'ra o'sha yashil, qizil tugma deb chaqirishimiz mumkin qachondir. Masalan, yashilni portini 11 emas 12 ga o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu yerda o'zidan 3 ta joydan ko'ra mana shu yerda o'zidan o'zgartirib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buni mana bu yerdan o'zgartirib chiqaman. Bu endi sinab ko'rish uchun bitta ishlatib ko'rishimiz ham mumkin. Ishlayveradi. Qo'shishimiz mumkin. Bo'lmasa ishlaydi. Tugmani ham xuddi mana bularga o'xshab e'lon qilib qo'yishimiz kerak setup funksiyamizda. Buning uchun in mode biz holatimizda mana bu yerga raqamni ham yozishimiz mumkin. Bu 2 yoki tugma deb yozsak bo'ladi o'sha o'zgaruvchiga. Buni holati endi output emas, input bo'ladi. Sababi biz shu tugmani holatini bilmoqchimiz, ya'ni tugmadan ma'lumot olamiz. Tugmalarni yoqib o'chirishdan oldin biror narsani tekshirishimiz kerak. Agar tugmani holati bosilgan bo'lsa, chiroqlarni yoq, bo'lmasam o'chir degan holatda yozishimiz kerak. Buning uchun bizga if statementlar bor. Xo'p, mana bu yerda bitta o'zgaruvchi yaratib olamiz. Bosilgan deylik. Tugma bosilganmi yo'qmi? Bosilgan deb shu o'zgaruvchini shu yerda e'lon qilib qo'ysak, keyin buni o'zgartira olamiz. Uni o'qishim kerak. O'qish uchun digital read deb yozaman, ya'ni o'sha analogda o'qish uchun biz holatimizda bu yerdan endi qaysi tugmani holatini o'qishimiz kerak va tugmani holati mana bu bosilganga teng qilib qo'yamiz. Xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yerda endi tugma bosilgan bo'lsa, mana bu o'zgaruvchi to'g'ri high turadi. High deb yoziladi. Agar bosilmagan bo'lsa, low deb yozilib qoladi. Endi biz buni xuddi shu holatlarda tekshirish orqali ledlarimizni yoqib yoki o'chirishimiz mumkin. Agar if mana bu bosilgan qavs ochamiz, bosilgan teng bo'lsa high ga, ya'ni tugma bosilgan bo'lsa demoqchiman. Gulli qavslarning ichida ledlarimizni yoniq qilib qo'yishimiz kerak. Quyidagicha bo'lishi kerak. Ikkalasini ham yoqib qo'yaman. Aks holda, ya'ni tugma o'chiq bo'ladi, else aks holda degani ikkalasini o'chirib
qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Mana bu delaylar, ya'ni kutishlar umuman bizga kerak emas. Dasturimiz quyidagicha bo'lishi kerak. Agar hozir bosganimda xatolik chiqsa, hech qisi yo'q. Har doim xatoliklar bo'lib turadi va biz bularni to'g'rilashimiz mumkin. Hammasi joyida. Endi jo'nashni bosaman. Xo'p, hozir ulaganimizda to'g'ridan-to'g'ri yonib qoldi. Yonib qolganini sababi bo'lsa, o'ylaymanki, LED bilan to'g'ri qatorda bo'lib qolgani, bu shu minus tomonda bo'lishi kerak edi, adashmasam. Hozir endi buni bu tomonga ulaydigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. O'chdi va endi buni tugmani bosadigan bo'lsak, yonayotganini ko'rishimiz mumkin ekan. Xo'p, mana bu tugma o'sha bosganimizda bir-biriga ulab berib turadi va biz mana bu yerda o'sha tugmani ma'lumotlarini olib turib, tekshirib, agar tugma bosilgan bo'lsa, chiroqlarni yoq, bosilmagan bo'lsa, o'chirib yoshimiz mumkin. Xo'p, yana bundan ham boshqacharoq holatda yozadigan bo'lsak, masalan, tugma bosilgan bo'lsa, bittasi yonib tursin, bittasi o'chsin. Qo'yib yuborsak, shu almashsin. Bu juda ham oson. Kodimizga o'tamizda, masalan, qizilimiz o'chib tursinda, yashil high, ya'ni yoniq turadi. Tugma bosilganda qizili bo'lsa low turadi, ya'ni o'chiq turadi. Keyin tugma qo'yib yuborilganda bo'lsa, qizili high bo'lsin, ya'ni qizili yoniq tursin, yashili bo'lsa o'chiq tursin. Buni endi tekshiramiz. Tekshirganimizdan keyin jo'natamiz. Ko'rishimiz mumkin, LEDimiz yonib, pastroq yonayotgani sababini rezistor plaslar o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Endi buni bosganimda ko'rishimiz mumkin, tomonga o'tadi. LEDlarni animatsiyali ham qilishimiz mumkin, ya'ni yonib o'chadigan. Buning uchun biz bu animatsiyalarni qilish uchun alohida portlar mavjud. Bularda analog digital emas, analog portlar bo'ladi. Bu analog portlar quyidagicha yonida o'sha kichkina oysimon belgi turadi. Mana 10 bilan 11da xuddi shunaqa ko'rishimiz mumkin. Bular shu analog toklarni jo'natishga moslashtirilgan pinlar bo'ladi. Aytaylik, men ChatGPTdan yordam so'rashimiz mumkin. Xuddi shu kodlarni olaman va ChatGPTga yozishim mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, kodlarni o'zingiz to'liq bilishlaringiz uncha shart emas, ChatGPTdan so'rayman. Ko'radigan bo'lsak, bu ozgina animatsiyali, lampochka, ya'ni animatsiya bilan beryapti. Tugmani bosadigan bo'lsak, animatsiya qizilga o'tib qolyapti. Xo'p, bu qanaqa amalga oshiryapti? Buni amalga oshirayotgan asosiy funksiya analog write funksiyasi va bizda for loop bor. For loop deganda o'sha ma'lum bir kodni ma'lum bir marotaba qaytarib turadi. Analog write funksiyasi bizga o'sha digital write funksiyasidan farqli o'laroq ma'lum bir miqdordagi tokni jo'natadi. Ya'ni shunga o'xshagan simulyatsiya qilib beradi. Ya'ni 2 volt jo'natyaptimi, ya'ni 1 dan 5 gacha bo'lgan voltlarni 255 ga bo'lib qo'yadi va xuddi shu holatda biz har xil toklarni jo'natishimiz mumkin va lampochkamiz yoki ishlatayotgan motorimiz sekinroq va tezroq aylanishi yoki yorqinroq yoki xiraroq yonishini ta'minlab berishimiz mumkin. Va birinchi dasturimizda xuddi shunaqa narsa yasadik. Umid qilamanki, Arduino'ga boshqacha kirib oldik. Endi davay keyingi qurilmamizga o'tamiz. Strangers in the night, what were the chances we'd be sharing love? Something in your eyes, little did we know. Keyingi qurilmamizni yasashimiz uchun bizga kerak bo'ladi pult va uni resieveri. Shu orqali buyruqlarni mikrokontrollerimizga yetkazamiz. Va undan tashqari doqiyona rejamizni amalga oshirish uchun servo motor kerak bo'ladi. Hammasini yig'ib sochish oson bo'lishi uchun esa breadboard. Endi mana bu motor haqida gaplashsak. Bu motor, lekin ozgina boshqacharoq, sekin, bor yo'q 180 gradus aylanadi, lekin juda ham kuchli va jarayonni burilish tezligi yoki burilish burchaklarini boshqarish juda ham oson bilan. Bunda ko'rishimiz mumkin 3 ta sim mavjud. Bittasi plus, bittasi minus, bittasi boshqarish uchun. Endi buni shu simlar orqali mikrokontrollerimizga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Avvalo birinchi o'rinda ranglarni moslab olamiz. Bizda qizil bor, qizilni qizilga, sariqni sariqqa va jigar rangda bo'lsa ko'kka ulab olamiz. Hech qisi yo'q. Xo'p, simlarni ulab olganimizdan so'ng endi bularni kontrollerda o'ziga ulashimiz kerak bo'ladi. Endi ulashda simlarning ranglariga e'tibor beramiz. Odatda mana shu plusi 5 voltli pin yo'llanadi. Mana bu jigar rang bo'lsa, shu minus, ya'ni groundga tokka ulanadi. Mana shu bo'lsa yashili. Oh my god! Wow! Qaysi pin yo'laymiz, keyin buni boshqarishimiz uchun. Ranglar shunaqa odatda shunaqa tartiblangan bo'ladi. Biz ham xuddi shu ko'rinishda ulaymiz. Buning uchun mana bu tomonga o'tib qizilini 5 voltli, sarig'ini bo'lsa masalan 8-portga ulab qo'ysak bo'ladi. Mana bu ko'k, ya'ni jigar rangli bo'lsa ground tokka, hammasi joyida ulanib bo'ldi. Endi biz buni tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerga file tugmasiga o'tamiz, examplesni bosamiz.
Examplesda mana ko'rishimiz mumkin, har xil turdagi sensorlar yoki ma'lumotlarni ishlatish turlari berilgan. Biz mana bu yerda servoni bosamiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu yerda include server bor. Bu ishlatilayotgan kutubxona, ya'ni ishlatish uchun bizga yangi kutubxona kerak bo'ladi. Menda o'rnatilgan turibdi, lekin siz o'rnatmagan bo'lsangiz, buni sketchga o'tib libraryga bosamiz va mana bu yerda manage library deb bosib qo'ysak, va shu yerda endi serverni qidiramiz. Server. Ko'radigan bo'lsak, quyidagicha turibdi. Buni install tugmasini bosish orqali o'rnatib olishimiz mumkin. Bu yerdagi kodlar ozgina bizga tushunarsizroq ekan. Shuning uchun bu kodlarni o'chirib tashlab, o'zimizni kodimizni yozishimiz mumkin bo'ladi. Quyidagicha qilib yozib oldim. Endi bizda include server bor, ya'ni server kutubxonasini chaqirib oldik va o'sha server proyektini ochdik, ya'ni yangi o'zgaruvchi yaratib oldik. Server motorimiz turgan holati, ya'ni 0 gradusda turibdi, bu 180 gradusgacha aylanishi kerak. Mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsak, server attach qilib 8-pinni bergan. Biz server motorimizni boshqaruvchi pin 8 turibdi. Endi mana bu yerda loop bo'layotganda bu setup funksiyasi edi. Endi mana bu yerda loop bo'layotganda xuddi shu funksiya aylanadiki, e'tibor bergan bo'lsalar, mana bu yerda yana for loop ishlatyapmiz. 0 dan 180 gradusgacha for loop aylanadi. Ya'ni mana bu pause degan o'zgaruvchi, ya'ni position degan o'zgaruvchi mana bu yerda 0 turibdi. 0 dan 180 gacha 15 millisekund bilan aylanadi va my server degan o'zgaruvchiga o'sha pozitsiyasini har 1 gradusda o'zgartirib chiqadi. Xuddi shu holatda orqaga qaytadi. Hozir men buni bir ishlatib ko'ray, undan keyin yana bir qaytamiz. Ko'rgan bo'lsalaring, sekin-sekinlik bilan bizning server motorimiz aylanishni boshladi. Endi xuddi shu server motorimizni pult orqali boshqarishni ko'ramiz. Pult orqali boshqarish shunchalik muammo emas, shunchaki mana bu pult mana bu receiverga signal jo'natadi va bu signalni mana bu Arduino orqali qabul qila olamiz. Endi buni biz shu bordga ulashimiz kerak. Buning uchun biz o'zimga qaratib shu 3 ta ikki qo'ysak, orqasidan simlarni ulashimiz ancha oson bo'ladi. Xo'p, buni ham 5 voltli simga ulaymiz bunisini. Keyingisi bo'lsa yashil, bunisini groundga ulaymiz, ya'ni minus stokka. Oxirgisi bo'lsa qaysidir portga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi buni. Endi buni shu breadboardga sekin ulab qo'yishimiz mumkin. Buni ulab olganimizdan keyin men kichik dastur yozib, remote qurilmamizni ishlatish uchun kerak bo'ladi. Bizda 2 emas, bu bizning holatimizda 7-portda turibdi. Va mana bu yerda endi yangi narsalar qo'shildi. Serial begin. Bu degani serial begin 9600 chastotada mana bu yerga terminal ochiladi. Terminalda shu biror narsa, qandaydir ma'lumotlarni shu yerda ko'rsatib qo'yishimiz mumkin dasturlarda. Bu qanaqa ma'lumotlar ko'rsatyapti desak, mana ready to receive remote signals deyapti. Signallarni qabul qilishga tayyor deb tekst chiqaryapti-da, bizga hozir tugmamiz qaysi tugma bosilganini kodini chiqarib beradi. Qaysi tugmani bosilayotganini bilib, o'sha tugmaga xos bo'lgan amalni bajarishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, buni ishga tushiramiz. Endi buni ko'rish uchun serial monitorda ochishimiz kerak. Buni bosamiz. Ko'radigan bo'lsak, mana tugmani bosganimizda bizdagi o'sha tugmalarimizni kodlari chiqib kelyapti. Qaysi tugmaga o'sha motorda trigger qilmoqchi bo'lsak, ishlatmoqchi bo'lsak, o'sha tugmani kodini bilib olamizda, shu tugma orqali ishga tushiramiz. Masalan, men play pause tugmasi orqali portlatish uchun bitta olib bormoqchiman xolos. Ko'radigan bo'lsa, 67 ekan, xuddi shu 67 tugma orqali biz motorimiz boshqarishini xohlayapmiz. Xo'p, mana kodimizni ham yozib oldik. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, ikkita kutubxonani birdaniga ishlatyapmiz. Portlarimizni aniqlab olganimizdan keyin trigger kod 67 serial bo'lgan, ya'ni terminalni ishga tushirib olish uchun va remote ishga tushiryapman, ulab olyapman. Undan keyin o'sha konsolga bir narsa deb chiqarib qo'yapman. Serverda 0 gradusga tushirib olyapman, ya'ni mana shu holatda turishi uchun 0 gradusga tushirib olyapman. Va undan keyin tekshiryapman, qaysidir kod kelib qolsa, shu kodni olaman va kod mana shu 67 ga teng bo'lsa, serverda 180 gradusga yurgizaman. 3 millisekund kutib turib, yana serverda orqaga qaytarib qo'yaman. Shu holatda dasturim ishlaydi va xuddi shu dasturda ishga tushiradigan bo'lsa, ko'rishimiz mumkin. Mana bosishim bilan ishlatganini ko'rsak bo'ladi. Endi buni biz o'sha kutgan holatda bir ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerga liniya ulaymiz va o'zimizni pozitsiyamizga qo'yamiz. Buning uchun mana bu dasturdan alohida olib chiqishimiz kerak, ya'ni kompyuterga ulangan holda turmaydi. Bizga 9 voltli batareya kerak bo'ladi. Umid qilamanki, bizda hammasi ishlaydi. Xo'p, endi ishlagandan keyin buni jarayonga solib ko'rishsak bo'ldi. Albatta, xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holda igna yoki shunga o'xshagan o'tkir buyumlar bilan ehtiyotkorlik bilan shug'ullanishda maslahat beraman. Xuddi shu holatda ikkitamiz qatib olgandan so'ng endi xuddi shu holatda shu jarayonni demonstrate qilishim uchun menda shar bor.
Bu aslida sodda ko'rinishi mumkin, lekin o'sharni ichiga suv to'ldirib, eshikni ustiga qo'yish. Shunga o'xshagan qiziq juda ham narsalar qo'shish mumkin. Men bu ishlarni qilaman. Ko'ramiz yana nima? Hozir menda she'r yo'q, shuning uchun o'zim qo'rqitaman. Video tugadimi? Rostdan ham video bunaqa tugamasligi kerak. Agar sizga shu mavzu, shu format qiziq bo'ladigan bo'lsa, iltimos menga obuna bo'lib, kommentlarda buni menga bildiring va bundan ham qiziqroq va bundan ham sifatliroq formatda video qilishga harakat qilaman.